Assalomu alaykum. Bugungi efirimizni boshlaymiz. Xudo xolasa, mavzuyimiz ikkilamchi bepushtlik. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, plus belgisini qo'yib qo'ysanglar, keyin boshlayveramiz. Inshaalloh ovozim yaxshi eshitilyapti deb umid qilaman. Demak, mavzuyimiz ikkilamchi bepushtlik. Nimaga aynan shu mavzuni tanladim? Sababi murojaat qilayotgan bemorlarimizda ko'pincha men tuqqanman, menda endi umuman farzandsizlik muammosi bo'lmaydi degan fikr juda ham chuqur joylashgan miyamizga va shuni sababli kelayotgan bemorlar juda ham kechikib murojaat qilishadi. Ya'ni tuqqanman, boshqa menda bunaqa muammo bo'lmasligi mumkin degani uchun kech murojaat qilganda tuxumnon zaxirasini kamayib ketish holatlari, hattoki turmush o'rtog'ida masalan urug' pastligini ham hech ham payqashmaydi. Ya'ni shikoyatlari yo'q, jinsiy aloqa bo'lishda muammo yo'q deb hamma narsa normada deb hisoblashadi va kechikib qolishadi. Endi ta'rifiga keladigan bo'lsak, nima degani ikkilamchi bepushtlik? Oldin homiladorlik bo'lgan va tug'ganlar yoki oldin homiladorlik bo'lgan, oxirgacha bormasdan nobud bo'lgan, masalan, rivojlanishdan to'xtab qolgan yoki tug'ilgandan keyin nobud bo'lgan holatlarda ham biz ikkilamchi bepushtlik deb aytamiz. Qachonki 1 yil davomida saqlanmasdan homiladorlikka harakat qilib homiladorlik yuzaga kelmagan bo'lsa, bunday bemorlarimizda biz aytamizki, sizda ikkilamchi bepushtlik holati deb. Va bu holat asosan 10 ta juftlikdan 6 tasida yuzaga kelishi mumkin. Bu degani, ya'ni 50-50 emas, ko'proq oldin homiladorlik bo'lgan, tuqqan va keyinchalik homilador bo'lolmayotgan bemorlarimiz juda ko'p. Shuni aytmoqchiman, ya'ni 60% ni tashkil qiladi. Endi yuzaga kelish sabablarini biz yaxshilab tushunib olishimiz uchun 3 ga bo'lmoqchiman. Birinchisi bu ayolga bog'liq bo'lgan sabablar, ikkinchisi erkakka bog'liq bo'lgan sabablar va uchinchisi har ikkala turmush o'rtog'ini o'ziga xos qandaydir sabablar hisobiga to'sqinlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Kelinglar birgalikda bugun birinchisi ayollarga xos bo'lgan muammolarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu bachadon naylari. Bachadon naylarini masalan tabiiy homiladorlik bo'lib, tabiiy tug'ilgan bo'lsa ham, kesir va amaliyotidan keyin ham bu trubalar yopilib qolishi mumkin. Xo'p, tabiiy holatda tug'ilganda nima uchun yopilib qoladi? Mayli, kesirvada chandiqlar paydo bo'ldi, qorin bo'shlig'ida operatsiya o'tkazdik, shuni hisobiga u yoqda ham chandiqlar bo'lib yopilib qolgandir degan fikr uyg'onadi. Lekin tabiiy tuqqanda nimaga yopilib qoladi deb so'rashganda ko'pincha men aytaman, spiral qo'ydirganmisiz deb aytaman. Ko'pchilik ha, spiral qo'ydirganman deydi va bu spiralni natijasida to'g'ri qo'ydirilgan, qoidalarga rioya qilinganmi yo'qmi juda ham ahamiyat berish kerak. Normada spiral qo'ydirishdan avval albatta qin sohasidan surtma olib, leykotitlar, ya'ni yallig'lanish hujayralarini miqdorini albatta tekshirish kerak. Va bu miqdor normaga yaqin bo'lsa, ya'ni 20 dan kam bo'lsa, ana o'shandan keyingina ayolga spiral qo'yishga tavsiya qilinadi va spiralni qo'yish tartibi iloji boricha hayz siklini, mana qon kelib turgan paytida 3-4-5 kunlarga hali tugamasdan turib spiralni qo'yish tavsiya qilinadi. Bu nima ustunligi bor? Birinchidan, aniq siz homilador emasligingizni bilamiz va tabiiy o'zi menstrual qonni tashqariga oqishi uchun bachadon bo'ynlarini nisbatan ochiqligi, ya'ni majburlatib biza qandaydir asboblar bilan spiral qo'yish uchun bu yo'lni ochmaymiz. O'sha tabiiy ochiq bo'lgan paytida spiralni qo'yib qo'yiladi. Va spiral qo'ygandan keyin ham ba'zan aytishadiki, spiral qo'yganda o'zi ko'p qon ketadi deb ahamiyat bermay yurish ham bu trubalarga zarar berishiga sabab bo'lib qoladi. Ya'ni qandaydir gormonal o'zgarishlar, bu yerdagi yallig'lanishlar spiralni men endi hozir rasmini qo'ya olmayman. Spiralni pastki qismida keyinchalik biz olib tashlashimiz
mumkin bo'lgan ipchasi bor va u ipchasi mana shu bachadon bo'ynidan tashqarida ozgina qismini qoldiramiz va sizda agar qin sohasida yallig'lanishlar bo'lsa mana shu ochiq joydan ipchasi orqali sekin ichkariga o'tadi va sizda ham bachadon ichida ham bachadon trubalarida yallig'lanish chaqiradi. Yallig'langan joyda mana masalan siz qo'lingizni kesmaganingizda gazeya opti deb aytamiz, bir xillarda sovuqda qolib ketsa shishadi, chandiqlanadi, dag'al bo'lib bitishi boshlaydi. Xuddi shunga o'xshab ichki organlarimizda ham yallig'lanish bo'lgan joyda shishlik paydo bo'ladi va keyinchalik o'sha shish joyda chandiqlar paydo bo'lib, mana shu bachadon naylari yopilib qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni oddiy noto'g'ri qo'yilgan spiral yoki spiral ustida qandaydir yallig'lanishga ko'z yumish natijasida siz ichki a'zolaringizda shunaqa salbiy ta'sirlarini olib kelishingiz mumkin. Demak, bu bachadon naylari haqida edi. Kesirvadan keyin esa biza qorin bo'shlig'iga umuman kesirvami, appenditsitmi, qandaydir qorin bo'shlig'ida operatsiya o'tkazilgandan keyin ham u yerda chandiqlar rivojlanishiga muhit yaratib bergan bo'lamiz va bu ham ko'pincha hamma kesirvadagilar emas, ba'zan shu o'sha paytda o'zida immun sistemasi past bo'lgan bo'lsa yoki qandaydir asoratlangan bo'lsa, bachadon naylari yopilib qolishiga sababchi bo'lishi mumkin. Xo'p, bachadondan tashqari paytda, ya'ni bachadonda hech qanday yallig'lanish bo'lmasdan turib ham bachadon naylari yopilib qolishi mumkinmi? Albatta, yopilib qolishi mumkin. Bunga ko'proq ichak infeksiyalari kiradi. Ya'ni sizda doimiy qabziyat bo'lsa, bu holatda qorin bo'shlig'iga ichak devorlari orqali infeksiyani limfa yo'li bilan, qon yo'li bilan tarqalib, bu yerda yallig'lanishlarni chaqirishi mumkin va bachadon naylaringiz yopilib qolishiga sabab bo'ladi. Bu birinchi sabab edi. Ikkinchi sababga keladigan bo'lsak, bachadonni ichi. Ya'ni biza 9 oy bolachamizni ko'tarib bu yerda xuddi beshikdek bunday kattalashishini ta'minlab beradigan bachadonimizni ichiga bog'liq muammolar. Bu muammolarga mioma ham kirishi mumkin. Bachadon ichidagi polip kirishi mumkin. Adenomioz degan hozirda eng ko'p men o'zimga murojaat qilayotgan bemorlar adenomioz bilan murojaat qilishadi. Tek-tegida adenomiozi jigar faoliyatini yaxshilamasligi, to'g'ri ovqatlanmaslik, to'g'ri sog'lom turmush tarzi qilmaslik, mana shular hammasi sababchi bo'lishi mumkin. Va bularda albatta biza qanaqa joylashgan, o'lchami qanaqa, masalan, miomani gapiradigan bo'lsak, u qayerda joylashgan? Mana ahamiyat bersanglar, mana bu yerda mioma mushak qavatida joylashgan. Mana bu yerda o'sha bachadon ichki qavatiga ancha yaqin bo'lib va deformatsiya, ya'ni uni bosib turganligini ko'ryapmiz. Va bu o'lchami kichkina bo'lsa ham, buni ba'zi holatlarda biza oldiring, bolani bir kishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin degan tavsiyalar beriladi. Va polipga keladigan bo'lsak, polipda aynan bu yerda modda almashinuvi buzilishi, o'sha ichki qavatni qalinlashib ketganligi hisobidan implantatsiya, ya'ni birikib yashab ketishiga to'sqinlik qilib qolishi mumkin va bu holatda biza polipni gastroskopik yo'l bilan oldirish va bundan keyin bu polip yana qayta paydo bo'lib qolmasligi uchun albatta metabolik deymiz biza, modda almashinuvi buzilgan bo'lsa, masalan insulin baland bo'lsa yoki qaysidir vitamin anemiya holati bo'lsa, estradiol va progesteron muvozanati buzilgan bo'lsa, bularni davolamasak, biza faqatgina ustini suvab qo'ygan bo'lamiz va 2-3 oydan keyin yana menda polip paydo bo'ldi deb qayta murojaatlar bo'lishi mumkin. Mioma haqida aytdik va adenomioz haqida aytadigan bo'lsak, nimaga adenomioz homilani homiladorlikka to'sqinlik qilishi mumkin? Aslida adenomioz bolani birikishiga emas, birikkan bolani keyinchalik katta bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sababi adenomioz mushak qavatda shishlik paydo qiladi va o'sha shishlik hisobiga bachadon noto'g'ri qisqarishi boshlaydi. Normada hayz boshlangandan keyin bachadondagi mushaklar pastdan tepaga qarab qisqaradi. Menstruatsiya tugashiga yaqin bular yana ham kuchayadi. Buni asosiy maqsadi jinsiy aloqadan keyin tushgan spermani
yetilib kelayotgan tuxum hujayraga yetkazib berish, ya'ni bu pastdan tepaga qarab qisqarish bo'ladi. Adenomioz bo'lganda mana shu tartibli qisqarishlar xaotik, ya'ni tartibsizga aylanadi. Ovulyatsiyadan keyin esa trubadagi urug'lanib kelgan tuxum hujayra bilan spermani ichkariga, bachadon ichiga tushishi uchun tepadan ozgina pastga qarab qisqarish bo'ladi. Mana shu sinxron qisqarishlarni adenomiozda biz kuzata olmaymiz va bu bizga xalaqit berishi mumkin. Bir kishiga urug'i tuxum hujayra bilan uchrashishiga, mana shunaqa salbiy ta'sirlarga ega bo'lishi mumkin. Endi alohida qilib endometriozni aytib o'tmoqchiman. Endometrioz bir vaqt o'zida tuxumdonga va tuxumdondagi tuxum hujayralarini ham miqdoriga, ham sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababdan biz adenomioz darajasiga ko'ra sizga tabiiy homiladorlik yoki sizga inseminatsiya yoki shu darajada og'ir holatlar bo'lsa, ya'ni adenomioz hisobiga tuxum hujayralari soni kamayib ketgan bo'lsa, bunday holatda to'g'ridan to'g'ri eko muolajasiga ham o'ting deyishimiz mumkin. Xo'p, qanaqa qilib u sifatga ta'sir qiladi? Tuxumdondagi atrofidagi sog'lom bo'lgan follikularga o'zi o'sha ishlayotgan endometrioidning kista ishlab chiqarayotgan endi sizlarning tushunishingiz kislotaga o'xshagan muhitni yaratib, bu qolgan follikularni yaxshi rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababdan ba'zi holatlarda biz agar tuxumdon zaxirasi yaxshi bo'lsa, ko'pincha biz operatsiya ko'p ham tavsiya qilmaymiz, lekin tuxumdon zaxirasi yaxshi bo'lsa, turbalari ochiq bo'lsa, turmush o'rtog'ini urug'lari yaxshi bo'lsa, biz aytamiz, borib buni operatsiya qildiring, chunki atrofidagi follikularga salbiy ta'sir ko'rsatyapti. To'rtinchi sabablarga bu anovulyatsiya. Ko'proq masalan polikistoz bemorlarimiz birinchi homiladorlik bo'ldi, qandaydir stimulyatsiyalar o'tkazdik yoki metabolik o'zgarishlarini, insulinlari normaga keldi, tabiiy homiladorlik bo'ldi va keyinchalik emizish davridan chiqqandan keyin ham yana hayz sikli buzilishi davom etaverganligi hisobidan, ya'ni ovulyatsiya vaqtida bo'lmaganligi hisobidan homiladorlik yuzaga kelmasligi mumkin. Endi bu ayolga xos faktorlarni aytib o'tdim. Erkaklarga xos faktorlarga aytadigan bo'lsak, birinchi har doimgidek urug' analizini ko'rishimiz kerak va urug' analizida sonini, ya'ni 1 millilitrda necha million borligini, ikkinchisi harakatchanligini, ya'ni aktivligini albatta ko'rishimiz kerak bo'ladi va bularga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan faktorlarni albatta eslatib o'taman. Birinchisi bu infeksion sabablar bo'lishi mumkin. Qandaydir og'ir infeksiyalar o'tkazganda, masalan 2020-21-yilda Covidda asoratida ilmiy ishlar qilingan, spermogramma tekshirilganda spermani miqdoran ham aktivligi jihatdan pasayib ketishi kuzatilgan va keyinchalik 6-8 oydan keyin bu sekin asta tiklanganligini anaqasini guvohi bo'lingan. Yashash turmush tarzi, ya'ni qanday kasb egasi, masalan men bu misolni rosa ko'p beraman, zargar bo'lgan, qizlari bo'lgan juftlikni, lekin keyinchalik homiladorlik yuzaga kelmagan, faqatgina ayoli o'zlarini tekshirtirishgan, keyin turmush o'rtog'ingiz urug'larini ko'raylik deganda aktivlik ham miqdoran 0 bo'lganini ko'rganmiz va so'raganimda zargar ekanligini, o'tiradigan xonalarida shu tillani eritadigan kislotalar bilan nafas olib o'zlariga zarar berib qo'yganlarini aniqlaganmiz va bu kasbni tashlashlariga kerakligini tushuntirib, vitamina terapiyalarini qilganimizdan keyin sekin asta urug' miqdori ko'tarilganligini va homiladorlik yuzaga kelganini ko'rganmiz. Va albatta qandaydir travmalar, masalan men o'zimni tajribamda bo'lgan, oldin 2 farzandi bo'lgan va keyinchalik homiladorlik yuzaga kelmayotganida murojaat qilishganda nima bo'lgan deb so'raganimda, yong'oq terayotganda yiqilgan va yiqilish natijasida beldan pastini
yaxshi sezmaslik, harakat qila olmaslik holati yuzaga kelgan va bu o'z navbatida urug' ishlab chiqarilishini, urug'ning tashqariga chiqishini ta'minlab beruvchi nervlarni zararlanganligi hisobidan homiladorlik yuzaga kelmagan va bu bemorimizga bizni biopsiya yo'li bilan, ya'ni moyaklada mana boshida tabiiy homiladorlik bo'lgan, lekin keyinchalik bu holat hisobidan biza moyakladan urug'ni olib eko muolajasini qilganmiz. Ya'ni har bir narsaga anamniz yig'ib nimadan keyin nima yuzaga kelganini albatta suhbat davomida bemorlarimiz bilan bilib olishimiz mumkin. Yana bir narsa, erkaklarda ham, ayollarda ham yosh faktori rol o'ynaydi. To'g'ri, erkaklarda 60 yoshda ham urug' ishlab chiqarilishi mumkin, lekin yoshi kattalashgan sari urug'ning sifati va DNK fragmentatsiyaga uchragan spermalar miqdori oshib boradi. Ayollarda esa ham miqdoran, ham sifat jihatdan pasayish yuzaga keladi. Ya'ni biz aytamiz 35 yoshdan keyin keskin pasayish kuzatiladi. Hozirda hattoki 30 yoshdan keyin har yiliga 15% tuxum zaxirasini pasayishi isbotlangan. Endi bachadon naylarini zarar berib bermaganini, ya'ni ochiqmi yo'qmi uni tekshirish usullari eng qulayi bu gisterosalpingografiya hisoblanadi. Gisterosalpingografiyada biza rentgen orqali kontrast suyuqlik jo'natiladi va natijada o'sha qora qog'ozga biza o'pkamizdan masalan rentgen qilganimizda qora qog'oz berishadi. Xuddi shunaqa qora qog'ozga trubalardan o'sha kontrast suyuqlik o'tyaptimi yo'qmi uni bizga rasmini berishadi. Endi gisterosalpingografiyani o'tkazishni o'ziga yarasha tartiblari bor. Men bachadon naylari haqida jonli efir qilganman. Albatta agar sizga qiziqarli bo'lsa, uni albatta ko'rib chiqing. Chunki u yerda har bitta momentiga to'xtalib o'tganmiz. Chunki nimadan qo'rqishadi? Rentgen qildiring desam, men rentgen qilib ochiq bo'lgan trubamni yopilib qolishiga sababchi bo'lib qolmaydimi bu protsedura deb ko'pincha xavotir olishadi va qildirishdan rad tortishadi. Ya'ni qildirmasamchi shu tekshiruvni deb turib olishadi. O'shaning uchun o'ziga yarasha qoidalari bor. Jinsiy aloqada bo'lmagan bo'lish kerak, menstruatsiya tugashi bilan qilinishi kerak, surtma toza bo'lishi kerak. Mana shular agar shularga rioya qilib qilinsa, bu protseduradan asoratlanish ehtimoli juda past hisoblanadi. Endi nisbiy tekshiruvlardan yana qanaqa bo'lishi mumkin bachadon naylarida? Yopilib qolganmikan degan shubhamiz qachon uyg'onishi mumkin? Qachonki bizi mazokda, femoflor mazokida mikoplazma, xlamidiya, ureoplazma degan 4 infeksiyalarni agar titrini baland ko'rsak, biza shubhalanishimiz mumkin. Sababi bu infeksiyalar aynan bachadon naylarini devorlarini juda yaxshi ko'radi va u yerda borib birikib yallig'lanishi chaqirishi mumkin. Sizda hech qanaqa shikoyat bo'lmasligi mumkin, hattoki masalan выделение, ajalmalar ko'p, hidli ajalmalar ko'p degan shikoyatingiz bo'lmasligi mumkin, lekin mana shu infeksiyalar sizni qoningizda titri baland bo'lsa, tekshirganimizda shubhalanishimiz mumkin. Oldin tekshirmagan bo'lsa bemorimiz albatta boring. Bu infeksiyani davolab bo'lgandan keyin bachadon naylarini albatta tekshirtiring deb aytamiz. Endi bachadon ichi asoratlanish holatlariga to'xtaladigan bo'lsak, bachadon ichi asoratlanishi qachon bo'lishi mumkin? Masalan, birinchi homiladorlik yuzaga keldi va homila rivojlanishdan to'xtab qoldi. Ko'pincha bemorlarimiz agar kichkina srok bo'lsa, masalan 8 haftaga yetmagan bo'lsa, men aytaman, iltimos eng kamida 3-4 kun, maksimum 7 kun kutaylik. Bachadonni o'zi biza bolani ushlab qolish uchun harakat qilgan hamma dorilarni to'xtatganimizdan keyin bachadon o'zi buni chiqarib tashlashga harakat qiladi. Lekin ko'pincha bemorlarimiz juda shoshadi va ichimda yomon bo'lib ketmaydimi degan qo'rquv bilan borib buni abort, ya'ni kuretaj deymiz, ikki xil yo'l bilan, vakuum yo'li bilan yoki temir asboblar orqali mana shu bachadon ichini qirib tozalashga shoshilib qolishadi. To'g'ri, ko'rsatma bo'lsa, masalan, to'liq tushmagan abortlar holatlari bo'lsa, ko'p qon yo'qotayotgan holatlar bo'lsa, biza albatta
to'g'ridan to'g'ri borib buni qildiring deb aytishimiz mumkin, lekin mana birinchi marta aniqlandi homila rivojlanishdan to'xtab qolibdi deb. Va bu holatda eng kamida aytvaman 3 kun 4 kun kutaylik. Bachadon buni o'zi qisqarib chiqarib tashlamasagina keyin biza aralashuvlarimizni qo'shsak bo'ladi. Nimaga unaqa deyapman? Sababi biza qilayotgan har bitta bachadon ichiga kirayotgan har bitta narsamizda xohlasak, xohlamasak qandaydir shu yerda infeksiyani ko'payishiga yoki umuman mana shu devorni zararlanishiga sababchi bo'lib qolishimiz mumkin. Shu sababdan biz abortdan keyin albatta nima antibiotik yozib bergan bo'lsa, albatta qiling. Bu yerda yallig'lanish bo'lib, oldingi va orqa devorlar bir-biriga yopishib qolmasin deb tayinlaymiz agar abort anaqa muolajasi o'tkazgan bo'lsa. Va bundan tashqari keyser amaliyotidan keyin bachadon ichida qon qotib qolish holatlari bo'ladi. Bachadon yaxshi qisqarmasdan va bu keyinchalik ayolga isitma berishi mumkin. Va bunda biz ultratovush orqali ichida qon ko'rganimizda buni tozalash operatsiyasini tavsiya qilamiz va bu tozalash operatsiyasidan keyin ham aytilgan doktor tarafidan aytilgan hamma dori vositalarini o'z vaqtida agar qilinmasa yoki immun sistemani haddan tashqari pasayib ketishi hisobiga mana shu ichida yallig'lanish chaqirib orqa va oldi devorlar yopishib qolishi ehtimoli bo'ladi. Buni Asherman sindromi deb aytamiz, ya'ni ichki qavat qattiq zararlanib qo'yishi mumkin. Demak, bu holat nimaga yuzaga keladi? Nimaga aynan tug'ruqdan keyin bu yopishib qolish holatlari yuzaga keladi? Chunki tug'ruqdan keyin bizada gipoestrogenemiya, ya'ni estrogen ayollik gormonimiz pasayadi, progesteron gormoni baland bo'ladi va bu o'z navbatida normada biz estradiol gormonlarimiz immun sistemamizni mustahkam bo'lishida ishtirok etadi. Uzilib qolmadi. Mustahkam bo'lishda ishtirok etadi va tug'ruqdan keyin bizada gipoestrogenemiya, ya'ni estradiol miqdori pastligi, bu yerda har qanday mikrob juda ham konsentratsiyasi kam bo'lsa ham kirgan mikrob o'z faoliyatini boshlab bu yerda yallig'lanish va chandiqlarni chaqirishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Endi modda almashinuvi buzilishi bilan, ya'ni ovulyatsiyani vaqtida bo'lmasligi bilan bog'liq holatlarda biz albatta qon analizida insulinni, vitamin D ni, umumiy qon gemoglobinni, ferritinni holatlarini albatta ko'rishimiz kerak bo'ladi. Eng ko'pi bu giperprolaktinemiya, ya'ni prolaktin miqdorining balandligi ovulyatsiyani bloklayotgan bo'lishi mumkin va bu holatda biz bu gormonlarning hammasini to'liq tahlil qilib, agar bulardan muammo chiqmasa, keyinchalik keyingi chuqurroq bo'lgan tekshiruvlarga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Yana chandiqdan tashqari surunkali endometrit degan tashxisimiz bor. Bu ham o'sha bachadon ichki qavatini yallig'lanishi hisoblanadi. Endi buni sizlarga yana ham yaxshiroq tushuntirish uchun, masalan, bir narsani ustida suyuqlik bo'lsa, siz bir narsani qo'yish ehtimolingiz pasayadi, oqib tushib ketish ehtimoli bo'ladi. Quruq joyda masalan o'sha narsani chaqich, masalan, jvachkani yopishtirib qo'yishingiz mumkin, lekin anaqangiz ho'l bo'lsa, unga yopishmasligi ehtimoli bor. Xuddi shunga o'xshab surunkali endometrit deganimizda biza bachadon ichida shunaqa yallig'lanish bor, o'ziga yarasha suyuqlik bor va shu suyuqlikni toksik xususiyati, mikrobni toksik xususiyati bolani implantatsiya bo'lishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Asherman sindromi, surunkali endometritni, polip holatlarini albatta biza gastroskop orqali bartaraf qilishimiz kerak bo'ladi. Kamera orqali kirib, ichini reviziya qilinadi va bu holat aniqlansa, albatta olib tashlash kerak bo'ladi. Travmani aytib o'tdim. Endi yashash turmush tarzida ko'proq biz hozirgi paytda turmush o'rtoqlarini sigaret chekishlari, alkogol, har qanday o'sha dori vositalari, hattoki shunaqa holat bo'lgan, sog'lom turmush tarzidaman deb aytganda ham sport bilan shug'ullanish natijasida mushaklarimni yaxshilash, ya'ni yana ham
muskulli holatlarimni yaxshilash uchun deb bilib bilmagan holda dabavkalarning ichida testosteron gormoni bor bo'lgan dabavkalarni qabul qilgani hisobidan spermani miqdori juda kamayib ketgan holatlarni ham kuzatganmiz. Ya'ni albatta kelganimizda biza nima dorilar hozirda ichyapsiz yoki oldin ichganmisiz? Ba'zi holatlarda masalan o'sha jinsiy faollik pasayganligi uchun bilar bilmasdan testosteron tarkibli ukollarga bosh qilishadi. Mana shuni qilib ko'rsammikin yoki qilib ham kelishadi va natijada spermani miqdorini juda tushib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, ketma-ketlikda diagnostika qiladigan bo'lsak, ikkilamchi bepushtlikda birinchi navbatda anamniz, ya'ni bemor er-xotin albatta ko'rikka kelishlari kerak bo'ladi va ulardan to'liq kasallik tarixini so'raymiz. Ya'ni bu holatga tushishdan oldin nimalar o'tkazganlar, operatsiyalar bo'lganmilar, qanaqa dorilar ichyaptilar, oldingi homilalari qanaqa bo'lgan, o'zi bo'lganmi yoki stimulyatsiya orqali bo'lganmi yoki inseminatsiya yoki eko orqali bo'lganmi? Albatta bularni to'liq ma'lumot olib keyin tekshiruvlarga tavsiya qilamiz. Agar ayol kishida hayz vaqtida kelmayotgan bo'lsa, albatta bu yerda qalqonsimon bez gormonlari, prolaktin gormoni, hattoki anemiya, ya'ni kamqonlik yo'qmi, bularni tekshirishimiz kerak. Chunki oddiy kamqonlikni davolash natijasida bir qancha bemorlarim hattoki homiladorlik yuzaga kelgan, biza qo'shimcha boshqa hech narsa bermaganmiz. Bitta shu anemiyasini hisobidan homiladorlik yuzaga kelmay turavergan. Ultratovush orqali tekshirganimizda albatta biza bachadonni holatini, bachadon ichki endometriy holatini va tuxumdonida follikullar sonini, kistalar yo'qmi, o'shalarni aniqlab olishimiz mumkin. Normada ultratovush orqali bachadon naylari ko'rinmaydi, chunki juda ham ingichka, soch tolasidek deymiz, ingichka narsa, lekin u yerda yallig'lanish bo'lsa, suyig'gan bo'lsa, biz mana bunaqa ultratovush orqali gidrosalpinx degan tashxislarni ham qo'yishimiz mumkin, ya'ni diagnostika qilishimiz mumkin. Va bu tekshiruvlardan ham hech qanday o'zgarishlar chiqmasa, ya'ni tuxumdon zaxirasi yaxshi bo'lsa, bachadon ichida endometriy bilan bog'liq bo'lgan polip yoki mioma holatlari bo'lmasa, undan keyin biza agar tekshirtirilmagan bo'lsa, bachadon naylarini gistosalpingografiya tekshiruvidan o'ting deb aytiladi. Bu tekshiruvda ham agar hech qanday o'zgarish bo'lmasa, diagnostik gistroskopiya ham ba'zi holatlarda tavsiya qilamiz. Chunki mana meni o'zimda ham tajribamda bo'lgan bemorimizda homiladorlik yuzaga kelib, qayta tushish natijasida hech qanday sabab topolmagan, lekin ultratovush orqali ozgina shubhalangan narsam shu bachadon ichki hajmi kichkinamikan degan fikr bo'lgan va gistroskopiyaga diagnostika jo'natganimizda bachadonni tuzilishi T shaklida bo'lgan. Normada biza noksimon uchburchak shaklida bo'lishi kerakligini aytamiz. T shaklida bo'lgan va gistroskopiya orqali metroplastika, ya'ni ichlari kengaytirilgandan keyingina bemorimizda homiladorlik yuzaga kelgan. Erkaklarda chuqurlashtirilgan analizlardan bu DNK fragmentatsiyasi hisoblanadi va ultratovush orqali agar varikotseli aniqlansa va uni darajasi yuqori bo'lsa va bemorimizda og'riq kabi shikoyatlari bo'lsa va DNK fragmentatsiyada o'zgarish bo'lsa, bunday holatda androlog urologimiz bilan maslahatlashgan holda buni oldirish kerakmi, yo'qmi, tavsiyalar beriladi. Endi yana qiziqarli ma'lumotlardan shuni aytib o'tmoqchiman. Hali aytdim-ku, 10 tadan 6 tasi qayta homilador bo'la olmayotganligi va bu kombinirованный ham erkakda ham ayolda bo'lish ehtimoli bor deganimizda, erkaklar ikkilamchi bepushtlikka sababchi bo'lish holatlari 30-35% ni tashkil qiladi. Ya'ni 10 tadan 3 tasi albatta erkak sababli ikkinchi marta homiladorlik yuzaga kelmayotganligini aniqlashimiz mumkin. Va eng ko'p qilinadigan xatolardan bittasi bu men tuqqanman va bu o'tib ketadi, ozgina kutsam bo'lib ketadi degan fikrdan qaytib, agar siz masalan homilador bo'la olmayotgan bo'lsangiz, bir marta tug'dingiz va homiladorlikka tayyorgarligingiz 1 yildan
oshgan bo'lsa, siz haligacha homilador bo'lmayotgan bo'lsangiz, albatta ikkilamchi bepushtlikka sababchi bo'layotgan nima ekan, qaysi omil ekan deb aniqlab, uni o'z vaqtida davolashingiz kerak bo'ladi. Sababi agar siz mana yaqinda menga kelgan bemorimiz edi, 39 yoshdalar va shu paytgacha men tuqqanman degan fikr bilan umuman bachadon naylarini tekshirtirmaganlar va oxir oqibatida mana hozirda biz bachadon naylarini tekshirganimizda trubalari yopiqligi, ya'ni 4-5 yil shundoq kutishgan. Juda ko'p muddat kutish. Hozirgi 39 yoshlarida bizda hozir endi ikkita faktor bo'lyapti. Bittasi bachadon naylari yopiqligi bo'lsa, ikkinchisi yosh jihatdan tuxumdon zaxiralari kamayganligi. Ya'ni agar biz o'z vaqtida buni aniqlasak, biz shu homiladorlik yuzaga kelishi uchun sarflanadigan vaqtimiz, asabimiz, moliyaviy tarafdan ketadigan xarajatlarni ham maksimal darajada kamaytirib, tezroq natijaga erishishimiz imkoniyati bo'ladi. Men sizlarga aytmoqchi bo'lgan informatsiyam shulardan iborat. Yarim soat bo'libdi. O'zi niyatim ham yarim soat edi. Inshaalloh sizlarga foydali bo'ldi deb umid qilaman va agar bu muammosi bo'lgan sizda qandaydir qarindoshingiz yoki tanishingiz bo'lsa, albatta bu videoni ularga jo'natib yordam berishinglar yaxshi bo'ladi, chunki qanchalik o'z vaqtida qilingan ish shunchalik samaradorligi yuqori bo'ladi. Bu nafaqatgina bizning kasbimizda, boshqa siz qilayotgan ishlarda ham o'z vaqtida qilingan ishni o'rni oltin bilan teng deb hisoblayman. Chunki kechikkan narsadan keyin siz o'sha natijaga erisha olmasligingiz mumkin. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsak, misollarni tabiiyki yashash turmush tarzidan olamiz. Masalan, siz keks qilmoqchisiz va keksingizga soda solishni unutdingiz. Duxovkaga qo'yganingizdan keyin siz agar sodani soladigan bo'lsangiz, chiqarib qaytadan sodani soladigan bo'lsangiz, siz aytgan o'sha keks hosil bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshab, siz o'z vaqtida agar tashxisni qo'yib, to'g'ri davo chorasini qiladigan bo'lsangiz, sizni hozirdagi qiynayotgan narsani 85%ni yechgan bo'lasiz va ozgina g'ayratingiz bilan va Allohga duo qilib so'rashingiz bilan inshaalloh natijaga erishish imkoniyatingiz bo'ladi. Shu bilan bugungi jonli efirimizni yakunlaymiz va keyingi jonli efirlarda ko'rishib qolguncha xayr.